Kechga nima ovqat qilay deganimda erjonim dangasa xotinlarni ovqati bor-ku o'shandan qilib qo'ya qol dedilar. Bo'ldi-da, yes qilamiz dedim-da harakatni boshladim. Videoda ko'rib turganimizdek pomidorimizni dimlab pishirib, po'stini olib, tuz sepamiz, bolgarskiyimizni solib, aralashtirib, yana dimlab qo'yamiz. Orada ochib, shunaqa ko'laymiz, yana yopib qo'yamiz, dimlab pishiramiz. Qazi markazini halol tushonkasidan qo'shib yuborsak, maza beradi-yu. Ham mazali, ham to'yimli bo'ladi. Shunaqa sovuq kunlarda ko'chadan ishdan kelganlarda issiqqina oldilariga qo'ysangiz, rahmatlar voralla. Tuxum chaqib yuboraman, keyin uyda eriydigan yaxshi siringiz bo'lsa, undan ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Bu ovqat faqat kattalar uchun emas, bolajonlarning ham sevimli ovqatiga aylanadi. Dangasalarning ovqati emas, bu boriga baraka ovqat desa ham bo'ladi. Ustiga shunaqa ziylinlar solsanglar, ziylinni ham mazasi keladi. Sizlar ham bitta tayyorlab yeb ko'ringlar. Hammanglarga yoqadi degan umiddaman. Keyin bu ovqatga o'rganib olib, har hafta tayyorlashga majbur bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Like bosib, obuna bo'lsangiz xursand bo'lardim.